Jazo muddatini o'tayotgan shaxslarning tuzalish yo'liga o'tishini ta'minlashga qaratilgan yangi qonun qabul qilindi. Qonunga ko'ra, jazo muddatini to'liq o'tashi lozim bo'lgan shaxslarga tasdiqlangan ro'yxat bo'yicha ma'naviy axloqiy qadriyatlarni shakllantirishga qaratilgan kitoblarni o'qiganligi fakti tasdiqlanganda, har bir kitob uchun jazo muddati 3 kunga qisqartirilishi mumkinligi belgilandi. Bunda jazo muddati 1 yil davomida ko'pi bilan 30 kungacha qisqartirilishi mumkin. Endilikda jazo muddatini o'tayotgan shaxslarning tuzalish yo'liga o'tganligini aniqlashda ham mahkumlarning kitob o'qiganligi inobatga olinishi belgilandi. Jazo muddatini kitob o'qiganligi sababli qisqartirilish masalasi jazo o'tayotgan shaxslarning arizasiga asosan jazoni ijro etish koloniyasi xodimlari va jamoatchilik vakillaridan iborat komissiya tomonidan uning kitob o'qiganligi fakti imtihon orqali aniqlanadi hamda muassasa tomonidan kiritilgan taqdimnoma asosida uning tuzalish yo'liga o'tganligi munosabati bilan jazo muddati qisqartirilishi sud tomonidan amalga oshiriladi. Jazo muddati o'tayotgan shaxslarning kitob o'qiganligini aniqlash bo'yicha maxsus komissiya faoliyatini tashkil etish va imtihonlarni qabul qilish bo'yicha Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasi tayyorlanmoqda. Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan boshlab 3 oy o'tgandan so'ng kuchga kiradi.